Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Avvalambor innovatsiya deganda biz nimani bilamiz? Innovatsiya bu yangilikka intilish va faqat asosiy sharti bu insonni yashashi uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. Insoniyat paydo bo'ldiki, o'zi uchun qulay muhit, qulay sharoitni yaratishga intilib boradi. Va shu sababdan u doimiy ravishda izlanishda bo'ladi. Tosh boltani ham oladigan bo'lsak, bu o'z paytida innovatsiya bo'lgan va innovatsiyalarni yuzaga keltiradigan bir nechta faoliyat manba sifatida xizmat qiladi. Xususan, ixtirochilik, ratsionalizatorlik va eng murakkabi bu bo'lsa ham ilmiy tadqiqotlarga asoslangan innovatsiyalar hisoblanadi. Bejiz O'zbekiston 2030 strategiyasida 12-maqsad etib aynan innovatsiyaga yo'naltirilgan vazifalar belgilab olinmagan. Xususan 12-maqsadda barcha yo'nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsiya tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash 12-maqsad etib belgilab olingan. Qiyosiy tahlil bilan agar davrlarga o'zgarishlarni ko'radigan bo'lsak, bu 2017-yilga qadar qanday sharoitlarda ilmiy tadqiqotlar va innovatsion faoliyatlarni amalga oshiriladi edi. Jahon bankini yondashuv asosida innovatsiya indeksi, reytinglarning yuritilishi va u yoki bu davlatda amalga oshirilayotgan siyosatni baho berilishida eng muhim ko'rsatkichlardan bittasi u bo'lsa ham ilm-fan innovatsiya sohasida innovatsion siyosatning instrumentlari soni hisoblanadi. Agarda biz shuni davr mobaynida qiyosiy tahlilni ko'radigan bo'lsak, 2017-yilga qadar davlat tomonidan ilm-fan innovatsiyani qo'llab-quvvatlash bo'yicha bor yo'q 3 ta instrumenti mavjud bo'lgan. U bo'lsa ham ilmiy loyihalarni moliyalashtirish, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash uchun doktoranturalarni bosqichlarini moliyalashtirish va u yoki bu davrda ayrim davrlarda bo'lgan doimiy tusga ega bo'lmagan, u bo'lsa ham ilmiy laboratoriyalarni uskunalar bilan yangilab borish. Mana o'sha davrda agar asosiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 24,5 mingga yaqin ilmiy xodimlarimiz bo'lgan. 7883 ta ilmiy darajali kadrlarimiz bo'lgan. Bor yo'g'i 131 ta oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlarimiz bo'lgan va 4413 nafar izlanuvchilarimiz bo'lgan. Bu doktorlik dissertatsiyasi bilan ishlayotgan izlanuvchilarimiz bo'lgan. Aksariyat holatlarda olim, ilmiy tadqiqotchi deydigan tushunchalarda biz izlanuvchi bilan ilmiy xodimni bir-biri bilan aralashtirib yuboramiz. Vaholanki bu ikki xil turli xil yo'nalishdagi faoliyatlar hisoblanadi. Zotan bu ikkala faoliyat ham ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishga qaratilgan bo'lsa, izlanuvchilik bu ma'lum bir ilmiy darajaga ega bo'lishni yo'naltirilgan harakat bo'ladi. Ilmiy xodim esa ilmiy tadqiqotini muayyan ilmiy ishlanmani olishga qaratilgan harakati bo'ladi. Shu sababdan izlanuvchilar demak tushunchasini ilmiy xodimlar tushunchasidan biz doimiy ravishda farqlab borishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik demak mana 2017-yildan boshlab bosqichma-bosqich 2030 strategiyasini amalga oshirish doirasida bir qator yangi instrumentlar va mavjudlari kengaytirib, yana ham takomillashtirishga erishildi. Xususan, ilmiy loyihalar agarda 2017-yildagi miqdori bo'yicha ko'radigan bo'lsak 99 milliard bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib ushbu byudjet mablag'ini miqdori 259 milliard so'mni tashkil etyapti. Doktorantura bo'yicha ajratilayotgan kvota miqdorlari sezilarli ravishda kamida 10 baravargacha oshirildi va o'z navbatida byudjetdan bu yo'nalishda ko'proq mablag' ajratildi va ilmiy darajaga ega bo'laman degan tashabbusi bor bo'lgan, ilm bilan shug'ullanaman deydigan yoshlarimizni qamrovi yana ham ko'paydi. Bu maqsadlarda davlat byudjetidan 989 milliard so'm har yili ajratib borilyapti. Bundan tashqari hurmatli prezidentimizni o'zlarini tashabbuslari bilan ilmiy darajali kadrlarni qo'llab-quvvatlash, ularni ilmiy darajaga ega ekanliklarini alohida ajratgan holda moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ilmiy darajaga ega bo'lgani uchun, muayyan ish hajmini bajargani uchun ustama haqqi belgilandi. Bu hurmatli prezidentimizni o'zlarini tashabbuslari asosida joriy qilingan amaliyot hisoblanadi. Shu bilan birga 2017-yildan boshlab ilmiy tashkilotlarga va oliy ta'lim muassasalariga ilmiy laboratoriya bazasini yangilab borish tizimi yo'lga qo'yildi. Agarda u avvalgi davrda ayrim davrlarda, ayrim yillarda, xususan 2009-yilda bir marta va 2011-yilda yana bir marta ilmiy laboratoriyalar bilan butlangan bo'lsa, endi 17-yildan bu amaliyot har yilgi tusga ega bo'ldi va tizimli ravishda yo'lga qo'yildi.
va har yili ushbu yo'nalishlarda kamida 80 yoki 90 milliardgacha mablag' ajratib borilyapti. Bundan tashqari ushbu laboratoriyalarning yangi turdagi uskunalarni olib kelinishi o'z navbatida ulardan foydalanish bo'yicha bilim ko'nikmalariga ega bo'lish zaruratini belgilab beradi. Va bu maqsadda hurmatli prezidentimiz tomonidan laboratoriyalar olib kelinadi. Lekin kim unda ishlaydi, qanday qilib ishlaydi deydigan savolni qo'yganlar va stajirovka tizimini joriy qilib berdilar. Va bu yosh olimlarni xorijiy ilmiy tashkilotlarga, muassasalarga ilmiy stajirovkalarini yuborilishi aynan shu maqsad bilan qilindiki, bu yoshlarimiz borib xorijda ushbu uskuna yoki laboratoriya yoki tadqiqot qanday qilib natijalarga erishilishi mumkin, eng samarali, eng qisqa muddatda ko'proq natija olish mumkin degan bilim ko'nikmalarini olishlari mumkin va aynan bu maqsadda har yili o'rta hisobda 20 milliard mablag' ajratib boriladi. Xususan ilmiy laboratoriyalarni zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash bo'yicha ayrim misollarni keltirishimiz mumkin. Xususan mana ionoplazma va lazer texnologiyalari institutida aynan shu dasturlarimiz doirasida ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish uchun maxsus tozaxona jihozlab olindi. Bu tozaxonani ionoplazma va lazer texnologiyalar yo'nalishidagi tadqiqotlar uchun muhimligi tashqi muhitdagi turli xil hatto zarralar bo'ladimi, shularni ichkariga olib kirilishiga yo'l qo'ymasdan tadqiqotni sof va toza muhitda amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu esa o'z navbatida tadqiqotlarning aniqligini ta'minlab beradi. Yoki bo'lmasam Chirchiq davlat pedagogika universiteti uchun ushbu yo'nalishda xarid qilib berilgan va jihozlangan lazer uskunasini olaylik. Ushbu lazer uskunasini o'rnatish va foydalanish uchun Polsha, Chexiya, Latviya davlatlarida faoliyatini yuritgan, Birlashgan Arab Amirligida tadqiqotlarni olib borgan olimlarni, ekspertlarni jalb qilib, hozirgi kunda Chirchiq davlat pedagogika universiteti ushbu uskunadan foydalanib kelyapti. Va qolaversa ushbu universitetdagi ayrim olimlarimiz Yaponiyada ushbu uskuna, shunga o'xshagan uskunada foydalanib kelgan. Va hozirgi kunda universitetda o'rnatilgan va foydalanayotgan uskuna ular foydalangan uskunanidan ham zamonaviyroq uskuna hisoblanadi. Bu universitetda nafaqat tadqiqotlarning o'tkazilishi, balki talabalar uchun yaqqol va amalda o'rganish imkoniyatini ham beradi. Bundan tashqari yangi demak joriy qilingan amaliyotdan biri hisoblanadigan va hurmatli prezidentimiz ushbu narsani doim ta'kidlab boradigan va innovatsiyani amaliy ifodasini ko'rsatib beradigan yangi tizim u bo'lsa ham tijoratlashtirish va tijoratlashtirishga tayyorlash loyihalarini moliyalashtirish amalga oshirish hisoblanadi. Ushbu amaliyot hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan 2018-yildan boshlandi va yildan yilga takomillashib hozirgi kunda muayyan, aniq jarayon va amaliyoti bilan mustahkamlangan tizimga aylandi. Va ushbu tijoratlashtirishga tayyorlash va tijoratlashtirish loyihalariga byudjet mablag'lari hisobidan 2021 va 2024-yillar oralig'ida jami 204 milliard so'm mablag' ajratildi. Yana bir yangilik innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash, rivojlantirishdagi eng muhim amaliyot bu jahon tajribasida rivojlanish nuqtai nazaridan biroz murakkabroq bo'lgan bu venture moliyalashtirish hisoblanadi. Venture moliyalashtirish tizimisiz innovatsiyaga xususiy sektorni jalb qilib bo'lmaydi. Va shu maqsadda 2000-yildan boshlab demak ushbu venture amaliyotini rivojlantirishga qaratilgan izchil chora-tadbirlarning natijasida 22-yildan 23-yil davrlar oralig'ida venture moliyalashtirish O'zbekistonda 111 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Biz venture moliyalashtirishni 17-yilda tasavvur ham qila olmasdik. Lekin mana endi hozirgi kunga kelib venture moliyalashtirish deydigan bo'lsak, hurmatli prezidentimiz bu yaqinda chiqqan qarorlarga muvofiq banklar ham shu faoliyat bilan shug'ullanishni boshlayapti. Ya'ni banklar bugungi kunda O'zbekistonda moliyaviy infratuzilmasini tashkil qiladigan eng muhim bo'g'in hisoblanadi va eng keng tarmoqqa ega bo'lgan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar hisoblanadi va o'z navbatida bu tashkilotlarga murojaat qilib venture moliyalashtirish asosida
innovatsion g'oyalarini, innovatsion loyihalar, tashabbuslarini moliyalashtirish juda keng imkoniyatlarni ochib beryapti. Shuningdek, bu davr mobaynida O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq ilm-fan innovatsiya sohasiga investitsiyalarni jalb etish amaliyoti yo'lga qo'yildi va bu sohada hozirgi kunda 204 milliard so'mlik mablag' xorijiy investitsiyalar jalb etilishga erishildi. Xususan Jahon bankini loyihalari yoki bo'lmasam ko'plab koreyalik xorijiy va xalqaro darajadagi tashkilotlarni investitsiya mablag'lari, Abu Dhabi taraqqiyot fondi bilan birgalikda Orol hududida amalga oshirilayotgan loyihamizga 13 milliard so'm mablag' investitsiya jalb etildi va bir qancha boshqa donor tashkilotlar tomonidan jami 65 milliard so'mlik mablag'lar investitsiyalar sifatida jalb etilishiga erishildi. Hurmatli prezidentimizni yana bir o'zlarini tashabbuslari bilan Yoshlar akademiyasi tashkil etildi. Ushbu Yoshlar akademiyasining asosiy maqsadi yoshlarni innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Turli xil tashabbuslarini imkon darajasida qamrovni kengaytirgan holda qanday bo'lmasin, ularga eng kerak bo'ladigan sharoitni yaratib berish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tashkil etish hisoblanadi. Mana bu sohadagi, bu yo'nalishdagi faoliyatimizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, xususan doimiy ravishda o'tkazib kelinadigan bo'lajak olim tanlovi yoki bo'lmasam akademik harakatchanlik dasturlari. Akademik harakatchanlik dasturlari asosida bir hududdagi yoki bo'lmasam muayyan bir tashkilotda, universitetda doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan biron bir yosh olimimiz bo'ladigan bo'lsa, uskunasi, laboratoriya bazasi mavjud bo'lmasa, boshqa biron bir o'zimizdagi boshqa universitetni tanlagan holda u yerdagi laboratoriya bazasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Yoshlarimizni maktab davridan ilm-fan innovatsiyaga jalb etish maqsadida Mirzo Ulug'bek vorislari har yilgi asosda, dastur asosida tanlovlar amalga oshirilib kelyapti. Va shu bilan birga o'zini bir o'rnak sifatida ko'rsatgan yoshlarimiz yoki bo'lmasam innovatorlarimizni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida innovatsion g'oya yetakchisi ko'krak nishoni joriy qilindi. Ushbu innovatsion g'oya yetakchisini biz har yili o'tkaziladigan innovatsion g'oyalar haftaligida taqdirlashni amalga oshiramiz. Bu ishlarni umumlashtiradigan bo'lsak, bu harakatlar bu global innovatsiya indeksida O'zbekistonning pozitsiyasiga yaxshilanishiga sabab bo'ladigan, olib keladigan ishlar hisoblanadi va nima uchun bu global innovatsiya indeksi O'zbekiston uchun kerak yoki bo'lmasam O'zbekiston global innovatsiya indeksi uchun kerakmi? Va bu doimiy ravishda beriladigan savol. Bu indeksda O'zbekistonning pozitsiyasini yaxshilanishi aholiga, xalqqa qanday ta'sirini ko'rsatadi? Qanday o'rni bor? Bilamizki, har qanday faoliyatni baholashga harakat qilamiz. Baholash birinchi navbatda samaradorlik ko'rsatkichini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Biz shunchaki global innovatsiya indeksida o'rnini yaxshilash emas, balki amalga oshirilayotgan siyosatni qanchalik samarali tashkil etilganini ko'rishimiz kerak. Va global innovatsiya indeksini metodologiyasi bir qator olimlar, ekspertlar tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan bo'lib, innovatsion faoliyatni barcha sohalarini ta'sir darajasi bilan o'lchanadi. Xususan, ushbu indeks ikkita muhim guruhdagi ko'rsatkichlardan iborat bo'ladi. Ya'ni input va output deb aytiladi. Input bu sarflangan resurs va investitsiyalar har qanday shaklda. Mablag' bo'ladimi, inson resursi bo'ladimi, tabiiy ne'matlar bo'ladimi? Output ko'rsatkichlari esa undan qanchalik foydalanildi deydigan narsani baholab beradi. Mana shu ikkita ko'rsatkichning nisbati innovatsion siyosat va faoliyat ushbu davlatda samaradormi yoki yo'qmi deydigan masalani baholab beradi. Mana shu jihatdan davlat siyosatini yuritar ekanmiz, ya'ni inson hayotini yaxshilashga qaratilgan innovatsiyani rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatini yuritar ekanmiz. Global innovatsiya indeksida O'zbekistonning pozitsiyasini yaxshilash biz amalga oshirayotgan islohotlarni natijadorligini qiyofasini beradi. Mana bu maqsadlar uchun barchaga ma'lum juda ko'p takrorlanadigan gap bor, ya'ni ilm-fan sohasida jami moliyalashtirish hajmi 2% bo'lishi kerak. U 2%
biz qachon erishamiz deydigan savollarimiz bo'ladi. Mana shu 2% aynan global innovatsiya indeksini bitta ko'rsatkichi va eng muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Va bu ko'rsatkich unda input sifatida turadi, ya'ni sarflanayotgan resurs sifatida turadi. Qancha ko'p mablag' shu sohaga sarflanayotgan bo'lsa, uni natijadorligi keyingi boshqa ko'rsatkichlarda bo'ladi. Lekin ushbu sohaga mablag'larni sarf etmasdan turib, natijani olib bo'lmasligini barchamizga ayon. Hozirgi kunda O'zbekistonda ushbu ko'rsatkich 0,2% dan ozgina oshdi. 0,21% ni tashkil etyapti. Ya'ni biz oldimizda 30-yilga qadar ushbu ko'rsatkichni yana hali qariyb 10 baravargacha oshirishimiz kerak. Vaqtimiz juda oz qoldi. Qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak? Mana shu ishlarni izchil tashkil etilishi bitta yagona yondashuvi u bo'lsa ham innovatsion siyosatni instrumentlarini ko'paytirishimiz kerak. Qancha ko'p instrumentlarni biz joriy qilsak, shuncha ko'p ehtiyojlarni qamrovini olamiz. E'tibor beringlar. Agar qaraydigan bo'lsak, 2017-yilda bor yo'g'i 3 ta instrument bor edi. Hozirgi kunda men hozir sanab o'tgan instrumentlarim bilan birgalikda 15 ta instrument bo'lishiga erishdik. 15 ta. 3 ta instrument bilan biz ilmiy jamiyat bilan, innovatorlarimiz bilan, ixtirochilarimiz bilan ishlagan bo'lsak, endi bizda 15 ta bor. Bu 15 ta instrument bilan biz xohlaganiga kimdir kelib, "Mani g'oyam bor, mani loyiham bor, mani tashabbusim bor" desa, bizda ro'yxatimiz bor. Sizga mana bu instrument to'g'ri kelar ekan deya olamiz. Lekin bu ham yetarli emas. Keladigan bo'lsa, "Men ilmiy ishlanmamni tijoratlashtirmoqchiman, menga tijoratlashtirib ber, yordam ber" desa, bizda yo'q edi instrumentimiz. Yoki bo'lmasa, "Men bitta yangi uskunani olmoqchiman, lekin bu uskunadan foydalanish imkoniyatini mendan ko'ra ko'proq xorijdagilar bilishadi. Meni xorijga yuborgin" desa, bizning instrumentimiz yo'q edi. Hozirgi kunda ana shunday instrumentlarni ko'paytirib boryapmiz. Maqtanish emas, 15 tagina instrument bu kifoya emas. Xorij tajribasini agar o'rganganimizda, Jahon banki tomonidan o'tkazilgan bir qator tadqiqotlarni o'rganib chiqqan edik. Ayrim davlatlarda bu instrumentlarning soni 35-50 tagacha yetyapti. Agarda biz shu instrumentlarni ko'paytira olsak, biz imkon darajasida ko'proq ehtiyojlarni qondira olamiz. Bu ehtiyojlarning zaminida esa o'z navbatida yangi innovatsiya va turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan g'oya turibdi. Qanchalik biz bu instrumentlarni ko'paytiradigan bo'lsak, biz innovatsiya bilan shug'ullanadigan insonlarning qamrovini ko'paytiramiz. Va bu galdagi global innovatsiya indeksidagi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasidagi belgilangan maqsadli ko'rsatkich hisoblanadi. U bo'lsa ham ilm-fan innovatsiya sohasida faoliyat yuritayotgan izlanuvchilar soni hisoblanadi. 2030-yilga kelib biz global innovatsiya indeksida top 50 talik mamlakat qatorida turishimiz uchun bizda demografik o'sishni inobatga olgan holda 80 ming nafar izlanuvchi, tadqiqotchi, ilmiy xodimlar ilm-fan innovatsiya sohasida ishlayotgan bo'lishi kerak. Va bu ko'rsatkich global innovatsiya indeksida 1 million aholiga 2000 nafar ko'rsatkichi bilan baholanadi. Navbatdagi ayrim ko'rsatkichlar bor. U ko'rsatkichlarimiz hozir yuqorida aytib o'tgan ko'rsatkichlarimiz bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ya'ni ilm-fanga mablag' ko'payadigan bo'lsa, uni amalga oshiradigan xodimlarimiz, izlanuvchilarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, patentlarni soni ham oshib boradi. Xorijiy nashrlarni soni ham oshib boradi. Va o'z navbatida bu insonlarni, shu tadqiqotchilarni sonini ko'payishi, ularning imkoniyatini ochib berishi natijasida xususiy sektor ham ilm-fan sohasiga kirib kelishni boshlaydi. Mana bu joyda biz 2030-yilga qadar xususiy sektor tomonidan ilm-fan innovatsiya sohasiga yo'naltirilgan mablag'larni jami mablag'lardagi 30% ni tashkil qilishga erishishimiz kerak bo'ladi. Byudjet tomonidan ajratiladigan mablag'lar cheksiz bo'lishi talab etilmaydi. Qolaversa, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2% ga erishilishi bu hammasi byudjet tomonidan bo'lishi kerak degani emas. Buning uchun xususiy sektorni ham jalb etish ustida ish olib borishimiz kerak. Bu esa barchamizdan xususiy sektorda, investorlarda, venture fondlarda jozibador bo'ladigan loyihalarni olib chiqib berishimiz kerak. Eng muhim ko'rsatkichlarımizdan biri bo'lgan mana shu 12-maqsad ham aynan shu yo'nalishga bag'ishlangan hisoblanadi. Hurmatli prezidentimizning ta'birlari bilan aytganda, innovatsiya bu kelajakdir.
va bu kelajakda iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirish uchun mehnat unumdorligini oshiramizmi? Yashil texnologiyalarni joriy etish orqali atrof muhitni yaxshilab, iqlim o'zgarishiga moslashuvni ta'minlaymizmi? Yoki inson salomatligini yaxshilash orqali uning uzoq umr ko'rishi bo'ladimi? Barchasining zaminida ilm-fan va innovatsiya yotibdi. Va bu ilm-fan innovatsiyadagi natijalarga faqat birgalashsakgina erisha olamiz. Va shu orqali O'zbekiston 2030 strategiyasida 12-maqsad orqali erishiladigan muhim amaliy natijalar barchamizning qo'limizda.